Assalomu alaykum. Bu Do'rmondagi kottejimiz. Ya'ni 300 kvadratli kottej. 2 sotixga tushgan. Hop, bu kiruvchi qismi, garaj qismi va hozir kafil terish, polga kafil terish jarayoni. Xitoyni keramik granitidan ishlatyapmiz. 60 ga 30 moroz stoyki. Ko'rinish qanaqa bo'ladi? Palet zonalari. Ko'kda chiqyapti, xudo xolasa. Mana shu joyga korobkasini o'ziga $168 ketgan. 1 kvadrat metr polli kvadratini hisoblaganda. Bu kirurishdagi zal. Hozir nalivnoyga tayyorladik. Bu koridorimizni kafil qilib yuborganmiz. Bu yerda sanuzel bu yerda oshxona eshiklarimiz akbar richdan qo'yilyapti, premium plastik eshiklar. Xo'p. Ikkinchi etajga chiqaverish. Hozir mana bu yerda dekorativniy venesiyankamiz bor. Mana bu yerda biralari qo'yiladi. İkinci etajga chiqqanda yana bitta zal. Ataloklari ham, devorlari ham cho'tga chiqqan. Yo. Kattalar yotoqxonasi, o'zini ichida sanuzellari bilan hamma narsani keramik granit kafildan qilganmiz. Bu yerda общий sanuzel. Mana shu podvisnoy o'tiradiganlargacha qilganmiz. Endi bu yerda kattaligini hisobiga imkoniyati bor. Insolyatsion unitaz, подсветкali nishalar. Bu yerda ikkita detskiy. Mana shu kvartiramizga korobkasiga $168 ketyapti. Remontiga endi narxi endi chiqadi. Remontiga qancha sarflayotganini. Lekin qimmat mahsulot ishlatilyapti bu yerda. Ko'chamiz